Assalomu alaykum hurmatli tizim foydalanuvchilari. Bugun sizlar bilan Edo tizimining sektor fishka bo'limini ko'rib chiqamiz. Sektor fishka bo'limi asosan direktor yordamchilariga beriladi. Xo'p, sektor fishkaga kiradigan bo'lsak, hujjatimiz ochilmoqda va ko'rib turganingizdek bo'limda hujjatlar kiruvchi hujjatga fishka qo'yishimiz mumkin, murojaatimizga qo'yishimiz mumkin, rezolisiya bildirgimizga va arizamizga qo'yishimiz mumkin. Bildirgi ariza qaysi holatda keladi bular? Rahbar tomonidan imzolangandan keyin yoki ijrochi tomonidan imzolangandan keyin bu hujjatimiz bildirgi bo'lsa bildirgiga, ariza bo'lsa arizaga kelib tushadi. Ko'rib turganimizdek hujjatlarimiz bor. Hujjatni ustiga bosamiz va ko'rib turganingizdek hujjat ochildi. Hujjatni ochganingizdan keyin rezolisiya qo'yish tugmasi chiqadi. Rezolisiya qo'yish bosiladi va usti shablonni tanlang deydi. Bu ishlar qilingan devonxonadan shablonlar qo'yilgan bo'ladi. Mana bitta shablon qo'yib oldik va topshiriq qo'shishni boshlaymiz. Bandli bo'lsa bandlarni qo'shib chiqamiz. Topshiriqni. Ijro uchun bo'lsa ijro uchun, ma'lumot uchun bo'lsa ma'lumot uchun. Agar ma'lumot uchun bo'lsa, ko'rib turganingizdek topshiriq muddatini belgilay olmaysiz, chunki ma'lumot uchunda muddat belgilay olmaysiz. Ijro uchun qilsak muddatni belgilasak bo'ladi. Ko'rib turganingizda 3 kun muddatda qo'ysak, bugungi sanadan hisoblashni boshlashadi. Xolasak takroriy qilamiz. Boshlang'ich sana 8-dan boshlanyapti va keyingi oyning 8-sigacha davom etyapti. Har kuni bajarish kerak va saqlash qilsak, mana ko'rib turganimizdek topshiriqlar soni hammasi qo'yib chiqish mumkin. Takroriy bo'lmoqda bu jarayonda hujjatimiz. Va takrorlanishni tozalash tugmachamiz bor. Tozalasak hammasi o'chib ketadi. Va oddiy muddat ham qo'ysak bo'ladi. Hujjatni ochamiz. 15 sentyabr qo'ydik. Xohlasak bugunga qo'yamiz. Xo'p, teng kuchli ijrochilar degani nima deganim? Masalan, bitta ijrochi va ikkinchi ijrochi. Ikkita ijrochida teng kuchlikni bossak, ikkalasi ham asosiy ijrochi bo'lib qoladi. Buni o'chirib qo'ysak, bitta asosiy ijrochi va qolganlari ham ijrochi hisoblanadi. Muhimligini belgilab qo'ysak bo'ladi, nazoratda yoki belgilanmagan qilib qoldirsak bo'ladi. Xo'p. Masalan, bir nechta bo'lsa ham teng kuchli bo'lsa, uchalasi ham asosiy ijrochi bo'ladi. Tashkilotni izlash bu quyturuvchi tashkilotlarimizni ham ijrochi sifatida qo'shib qo'ysak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ular ham qo'shilmoqda. Xo'p, foydalanuvchi guruhlar bu biz tomonidan qo'shilib chiqqan foydalanuvchi guruhlar. Devonxona haqida men video qo'llanma ishlaganimizda foydalanuvchi guruhlar qayerdan qo'shilishi, qanaqa qo'shilishi alohida ko'rsatib o'tilgan. Xo'p. Endi alohida nazorat uchun nazoratchi degan roli bor. Masalan, shu topshiriqning nazoratchisi bo'lishi mumkin. Bu nazoratchi roliga bog'liq bo'lmagan topshiriqning nazoratchisi degan tushuncha. Masalan, Abdurasul Kamolovni qo'ysak nazoratchi deb va topshiriq mazmunini o'rnatilgan tartibda deb qo'ysak va alohida nazorat uchun deb yoqib qo'ysak, faqat bu odam yecha oladi. Faqat bu odam javobgar bo'ladi shu topshiriqqa. Agar alohida nazoratni o'chirib qo'ysak, buni tashkilotning nazoratchilari ham yecha oladi va boshqalar ham yecha oladi hujjatni nazoratdan. Mana ko'rib turganingizdek saqlash qilamiz va xodimning ishi tugadi. Ko'rib turganimizdek asosiy ijrochi Yoqubjonov, ijrochilar qo'shilgan, o'rnatilgan fishkamiz yasaldi. Va buni chiqib ketsak, rahbar tomonidan imzolanishi mumkin. Xo'p, qanaqadir xatolikka yo'l qo'ydik desangiz, tahrirlash bosiladi. Qayerdadir xatolik bo'lsa va o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqish uchun bosasiz va qalamchi. Xohlasangiz o'zgartirib tashlaysiz-da, yana qo'shasiz.
Xohlasangiz keyingi bandini qo'ysak bo'ladi. Mana keyingi bandiga ham ketadi. 2-1 bandi ijrochilar tanlanadi. Bosilib saqlash qilsangiz mana ikkinchi band qo'shildi. Yana davom ettirib topshiriq qo'shish qilib qo'ysangiz bo'ladi. Siz qo'shib bo'lganingizdan keyin bu rahbarga ketadi, rahbar imzosini qo'yadi. Va bizning sektor fishka bo'limimidagi ishlar shundan iborat. Va filtrlarimizni ko'rib chiqamiz. Rahbar agar xato tanlangan bo'lsa, rahbarni ham o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Mas'ul rahbarni o'zgartirish ko'rib turganingizdek, hamma rahbarlarimiz chiqib keladi. Masalan, boshqa rahbarga o'zgartirib yuboramiz. Ko'rib turganingizdek, boshqa rahbarga ketdi. Xo'p. Bu yerda filtrimiz bor. Ko'rib turganingizdek, bosamiz. Xo'p. Mavjud emas, rad etilgan, imzolangan, rahbar belgilanmagan. Mavjudni bossak, bu rahbarga chiqib bo'lingan hamma hujjatlar hisoblanadi. Rezolyutsiyasi qo'yilgan, rahbarga chiqqan, lekin rahbar hali imzolamagan. Mavjud emasligi bu rezolyutsiya qo'yilmagan yoki rad etilgan hujjatlar hisoblanadi. Faqat rad etilgan hujjatlarimizni chiqarib beradi, rahbar tomonidan rad etilgan. Imzolangan hujjatlar, hamma rezolyutsiyasi rahbar tomonidan imzolangan hujjatlarimiz va rahbar belgilanmasdan qo'yilgan hujjatlarimiz. Devonxona ustihat uchun shablon qo'yishda devonxona kiruvchi hujjatni qabul qilmoqda paytida ustihat uchun yuborishda rahbarni tanlash esidan chiqib qolgan bo'lsa, shu bo'limga kelib tushadi. Bu bo'lim ko'rinmasdan turadi. Murojaatlarimiz ham xuddi shunday, bildirgilarimiz ham shunday va ariza. Hammasi bir xil yuradi. Menimcha qolganini tushuntirishga o'rin yo'q.